Assalomu alaykum hammaga. Ana bugungi ishlarimizni yana boshlab oldik. Yana o'sha legendarning Cobalt masalasi. Yana shunisi tegib qolgan. Radiatorni taxlayapmiz. Bunisini taxlab bo'ldik bu Cobaltnikini. Shular tegib teshilgan yamadik. Ana akamiz usta bu. Yana bitta Cobalt olib keldilar, bu ham shu kasal. Ehtiyot bo'linglar Cobaltchilar, ana shu plasmas tegib qolmasin urilgan paytda. Qo'rqar bo'linglar. Shularga e'tibor berasizlar. Nima deysiz-da? Usta aytgan qilish kerak endi. O'sha paytga ustalar kamroq pul berasizlar. Teppa-tep. Bizga ko'proq ish biladik. O'rgating deymi, o'rgatmayapman. Mana olib qo'ygan avtomashinamizga ishimizni bitirib oldik. 2 gradus sovuqlikka tushdi. Cobalt mashinamiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Mashina bozor, avtoservis 505. Buni trubkasi ham ketib qolgan ekan, almashtirdik. Oldi radiatorga tegib teshilgan ekan, ham adagina tegmaydigan qilib qo'ydik. Kelaverasizlar.